O'rtoqlar, yo'llar chekkasida konditsionerlarni zapravka qiladigan mana shunaqa avtomobillar turadi, odamlar turadi. Bular ustaxonasi yo'q, shunday ko'chada zapravka qilib yuradi. Shu yo'llar chekkasida zapravka qilasiz. Yarim soat, 1 soat yoki 1 kun ishlab beradi konditsioner. Qaytib kelsangiz o'sha odamni topa olmaysiz. Bu odamni men Chorvoqni yo'lida ham ko'rganman. Hozir bu yerda turibdi o'rtoqlar. Keyin bitta narsa, mana bu yerda ko'rasiz, sariq kichkina suv sepkich turibdi. Narx ko'rsatsak, o'sha sariq suv sepkich, masalan, konditsioneringiz yaxshi sovutmay tursa, bu zapravka qiladi, sovutmay tursa, o'sha suv sepkichdan radiatoringizga bitta suv sepib boradi, sizga zo'r ishlatgandek tuyuladi. Lekin aslida unaqa emas. Suv radiatoringiz qurigandan keyin yana 1 soat, 2 soat uzog'i bilan 1 hafta ishlab berish mumkin. Agar yaxshi konditsioner zo'r ishlab 4-5 yil ishlasin desangiz, kamida o'sha ustaxonalarga, professional ustaxonalarga borib qilsangiz 5-6 yil ishlab beradi. Yoki zavodskoy o'sha zavoddan hech kim teginmagan bo'lsa, kamida 10 yil, 15 yil ishlab beradi konditsioner.